Hayajon avjida. Shiddatli o'yin. Jarima zarbasi. Gol! Hissiyotlarni jilovlab bo'lmayapti. 3-may kuni Toshkent Venetsiyaga aylandi. 2 soat tinmay jala quydi. Mashinada harakatlanish juda xavfli bo'lib ketgandi. Ayni damda men nima qilayotganmidim? Dunyoning eng kuchli yomg'iri yog'yapti, Sunnat. Ben bunaqasini ko'rmagan edim. Yomg'irni-chi. Mana mashinani chetga olib kutib turibmiz. Hayda olmayapman. Odamlar qanaqa haydotib qaranglar, hamma avarinka yoqib chetlarga o'tib kutib turibdi. Oynani ochaman, qaranglar, mana qaranglar. Bo'ldi, Mamitlar polniy xol bo'lib ketdi o'sha. Tez ol, tez. Mana qaranglar. Sekundga ochdim, mashinam ichi karchir bo'ldi. Yoki Sunnat tuflab tashlagan, o'rtoq bashaq tuflabsan Sunnat. Tuhmat balosidan, o't balosidan asrasin. Bunaqa yomg'ir anchadan beri menimcha Toshkentda bo'lmayotgan edi va kelinglar masalaga aytib beraman nimaga bunaqa yomg'ir yog'ganligini. Bilasizlar, bir oydan beri yomg'ir yog'mayapti. Toshkentda juda issiq havo qamalib qolgan edi. Natijada osmondagi bulutlar yog'mayapti-yu, suvga to'la ochgandi. Lekin kutilmaganda shimoldan juda kuchli muzdek siklon bostirib keldi. Xuddi ho'l gubkani siqsanglar rosa sovuqadi-yu. Muzdek siklon ham bizadagi issiq havoga urilgandan keyin bulutlardagi barcha yomg'irni siqib tashladi. Yopi. Sen ochasan, maraz. Sachratib tasholsan, sachratqi. Qo'rqma, o'rta oddiy suv-ku. Yo'q, ho'l bo'lib ketyapti. Mana eshikni ochib beraman. Maşallah. Tush bor. Eshikni yopib qo'yman, ochmayman. Chaqmoq bo'ldimi? Eshitdim. Voy, eshitdim. Birinchisi yorug'lik tezligi tez, keyin ovozi. Menimki chaqmoqchisi nima bo'lardi hozir? Ha, o'lardik o'rta. O'pirilib qoladi, krater bo'lib. Menimcha, yo'q, o'lmaymiz. Krater bo'lib qoladi. Daraxt kursi daraxt ikkiga ayrilib ketadi. Bundoq. Yo'q, bu ko'p kino ko'rgan. Darangni ko'rsatdingmi senga? Mana shunaqa bo'lganlarni. Videoda original ko'rmagansan u. Original bo'lgan. Odamlar originalni videoda ko'rgansan. Mana sizlarga yomg'ir. Mana yugurib yuribdi odamlar. Odammi? Voy. Voy. Ya bitta o'tirib chiqamiz. Ya, men o'ynamayman. Bitta. Yutqizdim. Sunnat da bitta. Men 100 ming ber, o'rtoq turaman mana shu yerda. Bo'ldi, 100 ming beraman. Davay. Mazam qochadi-yu. Baltonetto. BYD E2da yangi narsa o'rgandik. Hamma mashinada dvornikka bitta tepa ko'tarasizlar. Birinchi rejim sal sekin ishlaydi. Ikkinchi rejim tez, to'g'rimi? Nexus 3, Gentra, o'zimizdan jim UzAuto mashinalar. BYDda 3-inchisi bor ekan, mana qaranglar. Tif deb tushyapti.